Assalomu alaykum barchaga, omonmisizlar? Sizlar bilan va'da qilingan o'sha trenddagi instrumentlar yoxud 48 soatda 18 mingta auditoriyani yig'ish siri degan darsimizni o'tamiz. Eslatib o'taman, 48 soatda 18 mingta auditoriyaga $1 ham pul sarflanmagan reklamaga. Studiyaga borilmagan. Montajini men o'zim 15 daqiqada o'tirib qilganman. Mana shu darsda aynan shunaqa texnikani, shunaqa instrumentlarni to'plamiga ega bo'lasiz va o'zingizni biznesingizda yoki umuman blog tanlagan bo'lsangiz, blogingizda yoki shaxsiy brend qiladigan bo'lsangiz, loyihalaringizda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Ozgina o'zim haqimda tanishtirib o'tib ketaman. Mo'ydinjon Ibrohimov ismim. Marketing shaxsiy brend yo'nalishida 4 yillik tajribam bor. 10 ga yaqin loyihalar bilan ishlaganman. Xo'p, mana shu loyihalarning ichida 140 mingdan ortiq auditoriya to'plashga erishganmiz shu loyihalarda va 1 milliarddan ortiqroq qiymat olib kelganmiz. Buni ichida sotuv bo'yicha ham ishlaganman. Bitta kurs sotganmiz, aynan o'sha ham kiradi. Eslatib o'taman, agar bu birinchi darsingiz bo'lsa, ko'rmang. Ya'ni mana Instagram Reels'dan yoki qayerdandir kirdingizda, men yozayotgan darslarni ko'ryapsiz. Mana shu dars birinchisi. Undan ko'rmang. Bundan boshlamaslik kerak. Bu ikkinchi darsda. Qaysidan boshlash kerak desa, YouTube'da, kanalimda nima bor? Nima desak bo'ladi? Dars bor. Bu emas, bu ikkalasi o'zi bir xil, lekin men bu o'rtasida qotib qolgan ekan. Boshqatdan yozdimda, joylab qo'ydim. Mana 20 soat oldin 2000 ta ko'rilibdi. Xo'p. Shuni ko'ring, birinchi bo'lib. Keyin buni o'ting, bunga o'ting, xo'p. Darsga qarab qo'ying, bu yozyapti ekan. Xo'p. 27-aprel kuni o'zi nima bo'ldi? Nimalar bo'lib ketdi shu kunlarda? 27-aprel kuni profilimni ko'rishingiz mumkin. Hozir endi sanasi yo'q, lekin bundan aldagan foydasi yo'q. O'sha payt 230 ta edi. Men videolarni, chatbotlarni yoqib qo'yib, o'sha obunachi ko'paygan, ozgina ko'paygan payt esimga tushib qolib, rasmga olgan edim. O'zi 230 ta edi obunachi va 5000 ta yoki 4,5 ming ta, bu yoqda 7,5 ming turibdi-yu. Shu 4000, 5000 edi. Va 29-aprel bugun o'sha soat mana 7 atrofida 18300 ta auditoriya va 743 mingta ko'rishlar soniga ega bo'lindi. Instrumentlarni qo'llab, shularni o'rgataman. Bunaqa natijaga qanday erishildi? Roadmap bor. Mana shu siz uchun formula. Mana shu asosida qilindi. Birinchisi analiz qilindi. Ya'ni umumiy auditoriyam ichidan eng katta segmentni aniqlash, og'rig'i, xohishlarni topish. Ikkinchisi aynan shu bo'yicha mavzu tanlash. Uchinchisi Reels, tayyor Reels olish. To'rtinchisi qo'llanma tayyorlash. Beshinchisi chatbot yoqish. Buni nomini lead magnet deydi. Mana shu ketma-ketlikdan iborat va mana shu natija shunaqa ketma-ketlik asosida qilindi. Analiz, qanaqa analiz qilindi? Birinchi bo'lib auditoriyamdagi eng katta segment qaysi degan savol berdi. Men o'zi avvaldan bilardim, to'g'risi men analiz qilmaganman, lekin men o'tirib olib buni yoqishdan oldin analiz qilmadim. Men chunki avvaldan bilaman, 4 yildan beri ishlayapman. Segmentni bilaman. Auditoriyam o'z umuman Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar. Hozir 1 daqiqa ozgina pauza qilib oling. Davom etamiz. Xo'p. Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar, shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'layotganlar va shaxsiy brend quruvchi mutaxassislar. Umumiy qilib aytganda, auditoriyamning eng katta segmenti qaysi? Auditoriyamning eng katta segmenti Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar. Xo'p, eng katta segmentimni og'rig'i, xohishlari. Eng katta segmentim haqida o'zi. Xohishi bor, Instagramdan daromad qilishni, umuman pul tikmasligini yoki minimal budjet tikishni xohlaydi. O'sha studiyalarga, targetga, montajyorga berishga pul yo'q. Xo'p. Og'rig'i shuki, hamma Instagram yuritganlarni ketmon uchayapti va buni ko'ryapti ular, lekin ularning ketmoni uchmayapti. Aynan shu muammosi bor, og'rig'i bor. Shunga yechim berish kerak. Keyin
Ular avval qayerdadir ishlagan, ishi joniga tekkan bo'lishi mumkin. Chunki menga o'sha 2 kun oldin yozish boshlashdi. Aka, Rossiyada edim. Jonimga tegib ketdi. O'rgating deb yozganlar ko'p. Keyin farzandi bor onalar yozgan ko'p. Shu farzandimga o'rgating deganlar ko'p. Mana shuni o'zini ham ko'radigan bo'lsanglar, birinchi darsni ko'rib bo'lib, mana shu darsni ko'rayotgan bo'lsanglar, sirazi olib, sirazi qo'llash kerak. Mana ko'rdingizmi? Kechasi ham oravering. Mana yorug' joyda, mayli qorong'i chiqsa ham bosish kerak. Issiqda bosish kerak-da. Agar kech payt ko'rayotgan bo'lsangiz, kech payt kunduzi bo'lsa, kunduzi farqi yo'q. Mavzu. Ikkinchi qadam mavzu tanlash. Mavzu o'z-o'zidan aniq, hamma kabi Instagramga yuritib, deyarli pul tikmasdan mashhurlik va daromadga ega bo'lish mavzusi. Endi Reels 3 ta qismi bor, bilasizlar. O'zi 3 ta qismdan iborat. Ssenariy yozish kerak birinchi, syomka qilish kerak, montaj qilish kerak, post qilish kerak. Ssenariyda nima bor? Hook bor, body bor, call to action bor. Bularni men eski darsda tushuntirganman, o'shaning uchun to'xtalmayman. Syomka qorong'u video xira chiqadigan joyda olingan men videoyim. Ya'ni mashqda demoqchimanki, studiyaga borilmagan demoqchiman. Chiroqlar nimadir qo'yilmagan. O'sha mana shu hozir Uchtepadagi Choypoy degan restoran bor, o'sha yerda olingan video. Oson, juda oson demoqchiman. Montaji. Xo'p, o'sha olgan videoyimni, ya'ni syomka qilingan kadrlarni prosta kesildi. Mana shuncha olingan bo'lsa, o'rtachasi kesildi. Shu yuz ham o'rtacha turadi, ya'ni yopilib ketmaydigan darajada. Chunki mana bu anaqa bo'lsa, Reels bo'ladigan bo'lsa, o'sha Reelsni yarmida odamni o'zi, o'sha ekspert o'zi yarmida pastda kadr ketishi kerak. Tushuntiraman uni. Kesildi. Bunaqa tomonlama kesildi va o'xshamay qolgan. Bitta bosasiz-ku, pauza bo'ladi, gapirasiz. O'sha joylari kesildi. Kerakli boshqa videolar Instagramdan olib botga tashlasa, linkini bilasizlar. Botga link tashlanadi, videoni olib beradi sizlarga. Kesib, o'sha anaqani tagiga qo'yamiz. Tagiga qo'yildi. Buni overlay yoki anaqa nima naложение deb qo'yishadi. Keyin tekstlar вообще bazaviy. Men sizlarga fontni nomini ham aytishim mumkin. Shrift nomini Starry degan fontda yozilgan. Xo'p, keyin musiqa qo'yilgan. Bo'ldi. 15-20 daqiqada o'zim qildim. To'rtinchisi, qo'llanma. Nima va'da berilgan bo'lsa, dekompozitsiya qilib, reja yoki roadmap tuzib, darsni yozish. Dekompozitsiya degani bir katta ishni mayda bo'laklarga bo'lib olish. Masalan, men o'sha qo'llanmani yozmoqchiman. Qo'llanma yozishim kerak emasdi. O'zim umuman auditoriyani bilaman. Hali Instagram haqida, blog yuritish haqida, shaxsiy brend haqida bilmaydimi? Bilmaydi. Avval men blog bilan shaxsiy brend farqini tushuntirishim kerak. Blog kimlarga mos keladi, shaxsiy brend kimlarga mos keladi. Blog mos keladi. Xo'p, endi blogni qanaqa tanlaydi? Yo'nalishi. Turizm bo'lishi mumkin, food yo'nalishi bo'lishi mumkin, sport bo'lishi mumkin va hokazo. Tanlashi yo'lini o'rgatdim. Keyin tanlagan yo'nalish bo'yicha qanaqa qilib uchadigan videolar qilish. 50 ta mavzu topish kerak dedim. 50 ta mavzuni qanaqa qilib topish mumkin? 3 ta yo'l aytdim. Shunaqa qilib bitta narsani bo'laklarga bo'lib olib, reja tuzasiz, qadamma-qadam va keyin o'shani bitta mana shunaqa hozirgidagi video dars yoki o'zingiz kamerada chiqib telefonni qo'yib qo'yib, agar notebookingiz bo'ladigan bo'lsa, yozish. Xo'p, mana shu qismi va chatbotda men amaliy ko'rsataman. Ya'ni o'z men bitga qadab qo'yganman, shundan kirsam bo'ladi. Faqat sizlar agar mabodo yangi kiradiganlar bo'lsa, qiynalmanglar deb noldan kirib tushuntirib beraman. Google ga, Safariga farqi yo'q, Chat Place deb yozamiz. Chat Place, mana IO o'zi chiqdi. Mana sizlarda ham shunaqa o'yinlar chiqadi. Keyin men bunga bossam, endi akkauntim borligi uchun kirib ketib qoladi. Sizlarda mana shu yerda shu nimani bosganingizda Google, Facebook, Telegram, TikTok chiqadi. Faqatgina Facebook orqali ro'yxatdan o'ta olasizlar, lekin Facebook ochib ro'yxatdan o'tish kerak. Xo'p, endi bu yerda
Mana bu nima desak bo'ladi? Bu avtomatizatsiya, shu chatbot o'zi pullik, lekin bir hafta bepul ishlatsa bo'ladi. Bir haftani ichida ham bemalol siz o'sha mana hozir men 2 kunda 20 mingga yaqin obuna to'pladim-ku, siz ham qilsangiz bo'ladi. Faqat analizdan to'g'ri qiling. 7 kunda 30 mingta, 20 mingta, eng kamida bir 5 mingta to'g'ri yig'ib olasizda. Ana o'qilasiz. Pulingiz bor bo'lsa 180 ming so'm oyiga to'laysiz. Unaqa ja qimmat emas. Ya'ni oladigan qiymatingizga qaraganda juda tekin narsada bu. Chunki mana bu yerda ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 17 ming, 3 ming hisoblasanglar 20 mingta o'sha kontakt bor. Undan 18 mingtasi o'sha obuna bo'ldi degan. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Xo'p, endi umuman o'zi Facebook bilan ro'yxatdan o'tganingizda Facebookka agar Instagramingizlar ulangan bo'lsa, mana bu yerda akkauntingizlar, Instagram akkauntingizlar avtomatik paydo bo'ladi. Va mana bo'limlar bor. Mana bu bo'lim avtomatlashtirishlar bo'limi. Yoki o'zbekcha bo'lmasa, mana shu qism yaratish deb turib, mana shundan yaratishni boshlaymiz. 0 dan o'z bajaring yoki tayyor shablon bo'yicha degan variant bor. Ikkinchisini bosamiz. 5 minutda qilsa bo'ladi. Kalit so'zli chatbot degan nima bor? Shabloni bor. Aynan shu shablondan foydalanamiz. Ketdi. Mana profil, obunani tekshirish degan joy yoqilgan. Ya'ni biz obunachi olib kelmoqchimiz-ku. O'zi komment ko'p yozilsa, o'zi video ham avtomatik chiqaveradi rekka. O'zi rekomendatsiyaga chiqish uchun birinchisi oxirigacha ko'rilishi kerak, ikkinchisi komment ko'proq bo'lsa yaxshi. Xo'p, bo'ldi. Buni yoqib qo'ydik. Obunani tekshiradi avtomatik tekshiradi-da, obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lmabsiz, obuna bo'lib qaytadan bosing degan bitta xabar yozib qo'ysanglar, o'shani yuboradi. Xo'p, shartlar, qaysi harakat chatbotni ishga tushiradi? Biz reels yoki postga izoh deymiz, chunki sizlar ham start, kimdirlar dars, kimdirlar trend degan so'zni yozib qoldirgan. Va biz mana o'zi har qanday izoh turgani ham yaxshi, chunki juda kamdan kam odam olovchi tashlashi mumkin yoki negativ yozishi mumkin. Negativga ham mayli yuborib qo'yamiz. Xo'p, tursin shu. Endi mana bu yerda publikatsiya, qaysi publikatsiyani tagiga izoh yozilsa degan joy bor. Mana bu yerga tanlanganni bosamizda, deylik mana o'sha qaysi nimamiz? Qaysi postimiz? Mana oxirgisi o'shani tanlab qo'yamiz. Masalan. Keyingisi hop, keyin bo'l. Shuni tanlamay turaylik-da. Barchada turib tursin. Nimagaki bularda o'zi chatbot ishlayapti-da, o'shaning uchun mana bunaqa deyapti. Achchiq. Nimaga bu bunaqa? Bo'pti. Umuman bitta boshqasini tanlaymiz. Mana ketdi. Endi chiqmaydi mana. Endi mana bu yerda salomlashuv xabari. Assalomu alaykum. Xo'p, darsni olish uchun menga obuna bo'ling va tasdiqlash tugmasini bosing. Ketdim. Mana bu tugmachada shuni tasdiqlashga o'zgartirib qo'yamiz. Agar obuna bo'lmasa, sal bitta kreativroq narsa yozsa yaxshiroq ishlaydi. Men yozganmanki, nima bo'ldi? Obunani ko'rmayapman. Mayli, yo'qolib tursin-da. Mana shunaqa deb yozib qo'yganman. Obuna bo'lib qo'ying, qimmatli ma'lumotlar hali oldinda. Obuna bo'ladi-da, yana qaytib kelib tamomni bosib, keyin anu chiqadi. Nima chiqadi? Obuna bo'lgandan so'ng o'sha video darsni yuboradigan nima chiqadi? O'sha xabar chiqadi.
Bo'ldi, mana tursin shu. Zo'r, quyidagi tugmani bosing va darslarni tomosha qilishni boshlang. Zo'r. Tugma matni, darslarni ko'rish. Tugmadagi havola esa zo'r narsa qilamiz. Sizlarga juda zo'r narsa o'rgataman. Eng katta xato, agar YouTube ga qilgan bo'lsanglar, shundoq videoni linkini shundoq olib turib, mana bu yerga toq etib qo'yish eng noto'g'risi. Nimaga? Chunki hamma ish qilib keldida, siz linkni to'g'ridan-to'g'ri YouTube kontenti o'zini linkini qo'yganligingiz uchun через brauzer orqali kiradi. Hech e'tibor berganmiz bir xilga storieslarda mana podkastimizni oxirigacha ko'ring degan joyda bitta bosasizda qanaqadir g'alati chiqadi. YouTube ga kirmaydi-da, xullas browserdan kiradi. Unda na prosmotr yoziladi, na like, na komment yoza oladi-da. O'shaning uchun yechimi nima? Shunda o'shani copyright qilamiz. O'sha YouTube content o'zini keyin bitta bepul tool bor. APGY degan tool bor. Shundan qayta regenerate qilamiz. Bu bizga o'sha linkni bosganda to'g'ridan-to'g'ri YouTube platformani o'ziga olib kiradigan qilib beradi. Mana sizlar masalan YouTube link darslikni ko'rish deganni bosgansizlar knopkani, mana shu darsga hozir ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Shu yerga olib kiradi. Xuddi shunaqa narsa. Keyin bitta bosamiz. Xo'p. Izohlarga avtomatik javoblar. Bu narsani tanlab qo'yishimiz kerak, chunki ishonch oshiradi. Mana bu AI ona yozib qo'yganda, odam yozmaganga o'xshaydi. Bo'ldi. Endi mana shu havola borgandan keyin havolaga o'tishni eslatib qo'yish degan qismi bor. Shuni yoqib qo'yamiz. Mana darsni ko'rdingizmi deb yozib qo'ydik. 10 minutdan keyin ko'rmasa agar darsni ko'rdingizmi deb eslatib qo'yadi. Bu kerak emas. Yaratishni bitta bossak, bizni avtomatizatsiyamiz tayyor va xudo xolasa to'g'ri qilgan bo'lsak, hammasini 100 minglab kerak bo'lsa auditoriya to'plasa bo'ladi. Endi menga bu kerak emasligi uchun endi qaranglar. Yo, mana bunaqa prosta o'chirib qo'ysam bo'ladi yoki umuman yo'q qilib tashlasam bo'ladi, o'chirib. Men o'zi kerak emas, menga o'chirib tashlaman. Endi bular agar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, men shartda aytdim, hech narsani yashirmayman dedim. Mana eng ko'piga kiramiz. Start izohga deganga kiramiz. Tahrirlashni bosamanda o'sha ichidagi hamma narsa ko'rinadi. Mana Reels yoki postga izoha mana pastdagi ikkita postga yoniq turibdi. Xo'p, keyingisi. Xuddi o'sha gap. O'qib olinglar. Xuddi o'sha gap. Mana bu yerda ham APGY toolsdan regenerate qilganman YouTube linkini. Men direktdan yuborildi. Videoni ko'rib chiqdingizmi? Bo'ldi. Yangilash bitta bo'lsam, bu o'sha qoladi, bo'ldi. Bo'ladi ham xuddi shunaqa. Xo'p. Shu chatbot qismi shu. Endi eng asosiy Excalibur instrumentlar bor. Birinchisini bilasizlar, lekin ikkinchisini ko'rib, mana miya chegaralarni buzib yuboradi. O'shaning uchun miyadagi chegaralar buzilib ketadi. Ruhan tayyorlab turinglar o'zingizlarni. Juda ko'pchilik ishlatmayapti shu instrumentlarni. Sizlar o'shandan boxabar bo'lasizlar hozir. Juda kamchilik ishlatayotgan ikkita instrument. Birinchisi trial funksiyasi, buni hamma biladi. Biladi, ishlatmayotganlar ko'p. Keyin ikkinchisini bu o'zimniki, buni bilmadim, qolganlar ishlatadimi yo'qmi? Men o'zim 4 yil oldingi, men Najot ta'limda 4 yil oldin Farg'onadagi birinchi guruhida SMM o'qiganimda Mirkom aka degan bir yaxshi inson bo'lardilar, YouTuber edilar. Bitta YouTube bo'yicha bitta zo'r narsa aytganlar, YouTube'da degan
mana monetizatsiya bor YouTube'da, pul ishlasa bo'ladi. Prosmotrga pul to'laydi, YouTube pul to'laydi, auditoriya emas, YouTube pul to'laydi. Mana YouTube kanali ham odamga o'xshagan narsa. Mana chaqaloqli davri bo'ladi, o'sadi-da, navqiron davriga keladi, ko'p pul beradi, keyin sekin tushishni boshlaydi, oxiri uxlaydi degan. 1 yil, 2 yilmi degandilar umrini. Xullas, umri tugagandan keyin o'shandagi videolarni nimadir qilib turib, xullas olib, qaytadan yana o'shandan monetizatsiya qilsa bo'ladi degandilar. O'sha do'p etib xayolga keldida Breaking the Limit degan bitta o'sha men o'zim bir usul qo'lladim, xuddi o'shanga o'xshagan. O'shalarni tushuntiraman. Birinchisi trial funksiyasi. Instagramda post joylashda trialni yoqib joylash. Men bunda mana ochiq. Hammada shu qismi chiqadi. Mana trial bor. Ochiq. Faqat 100 tadan oshgan akkauntlarda chiqadi xolos bu. Men bunda yoniq. Shuni yoqib qo'yamiz. Keyin trial funksiyasidagi xo'p, bitta videoni 2 xil variantda joylashmadi. 3 xil variantda joylangan. Shu video. Variantda masalan, birinchisida fon musiqa mana A fon musiqa bo'lishi mumkin, ikkinchisida B, uchinchisida вообще hookni o'zi, umuman gap, mana boshidagi gap. Masalan, Instagramda million prosmotr urish siri degan gap bittasida yoki nima mana shu sabab Instagramda siz million prosmotr ura olmayapsiz yoki qila olmayapsiz degan ikki xil hook. Uchinchisi vizual hook, ya'ni mana bu pastdagi videoni o'zgartirib ko'rasiz, mana bu tekstni o'zgartirib ko'rasiz, shular vizual hook. Breaking the Limit degan instrumentga yetib keldik. Trialdagi uchgan videolarga kichik o'zgartirish kiritib, yana 5-6 xil variantni qayta joylab yuborish. Ya'ni mana bunaqa. Pastda mana o'zi mana pastroq degan videolar bor, unda o'tkazsa chiqadi. Endi screenshot bu. Bitta turibdi, mana shunaqa video 210 mingta prosmotr bo'lgan. U boshidagi 2 xil trial. Keyin ikkalasini oldimda qanday nima bo'lar ekan dedim, o'sha Mirkomil akaning gapi esimga keldi. Hammasini birinchisi vizual hook, ya'ni vizual hookdan men bu tekstga tegmadim. Bitta joyga nuqta qo'yib qo'ydim. Sal kattaroq qildimda. Prozrachniy qilib turib, ko'rinmaydigan qilib nuqta qo'ydim. Просто shunda olib joylab yuborsanglar uchmaydi, chunki Instagram biladi. Nimadir o'zgartirish bo'lishi kerak. И bir xilgalarda fon musiqalarini almashtirdim. Men bunda qarasanglar hammasi men oppoqda, yuzim oppoq turibdi. Men bunda qoraroq filtr qo'ygan edim, bu uchmadi. Qolganlar uchdi, bir xilgalarga umuman yangicha fon musiqa berganman. Men bunga umuman yangi fon musiqa qo'ydim. Mana shu video xo'p. Hozir yana shu 4 soatdan keyin bir kun bo'ladi mana shu video qo'yilganiga. Hammasi qo'yilganiga. Umumiy ko'rishlar sonini yig'sak 200 mingtadan oshadi. Mana bunaqa bu narsa mana bunga teng deb yozib qo'yganman. Shunaqa. Endi bitta savol. Men nimaga pulga o'rgatiladigan bilimlarni bepulga o'rgatyapman degan savol bor. Qarasanglar, kim masalan vaqtini sarflab mana shunaqa dars qilib beryapti? Men ko'rmadim Instagramda. Borlari bo'lsa baraka topishsin. Xo'p, ikkita sababi bor. Birinchisi, kim nimani ihson qilsa, u ko'payadi. Shu paytgacha men bilimim orqali, ya'ni Alloh bergan bilim orqali sabablarni qilib, shu bilimni ishlatib, kanimizdan keyin yana Alloh bizga rizqimizni bergan. Xo'p, demak, ko'proq rizq topishi yana anaqasi yo'li bilimni ko'paytirish. Bilimni ko'paytirish yo'li uni ihson qilish. Ikkinchisi, sizlardan bir iltimosim bor. Pul so'raydi demanglar, anaqa emas. Ota-onamni, ustozlarimni haqqiga duo qilib qo'ysanglar. Chunki shu darajaga erishishimizga ota-onam, ustozlarim sababchi bo'lgan. Agar hayotingizda nima qalb ustozingiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ichingizdagi kechinmalar, iymoningiz zaiflashib ketayotgani kabi ruhiy tarbiya bo'yicha tarbiya beruvchi ustozingiz bor bo'lsa, bu juda nur ustiga a'lo nur. Shunaqa ustozim bor. Bir dona. Soha bo'yicha ustozlarimiz bor, ko'p ular marketing bo'yicha. Keyin shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham bor ustozlarimiz. Shunaqa. Barcha ustozlarimiz haqqiga duo qilib qo'yishinglar xursand bo'lamiz.
Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz YouTube kanalimizda obuna bo'lib qo'ying. Chunki bunaqa videolarni hali ko'p qilaman. Xudo xolasa blog tanlagan bo'lsangiz zo'r. Mana shu darsdan keyin o'zingizni videolaringizni oling, chatbot yoqing. Yana bitta narsani uzr aytish esimdan chiqibdi. CapCut'da ham menda prosi bor edi. Men sizlarga reklamaga va syomka montajlarga pul sarflamasdan, montajyorga pul bermasdan degan edim. Bu yoqda chatbotga va nima deydi? Bu CapCut'ga to'laydigan pulingiz bu bitta video uchun emasda. Siz bu orqali 1 oy davomida biz limitni ish qilishingiz mumkin. CapCut'da bilmadim limit bormi, lekin ChatPlace'da hozircha mana 20 mingta kontakt yig'di. Bu men qo'shimcha pul, menimcha 100 ming, 200 ming bo'lib ketsa ham shular unaqa so'ramaydi. CapCut'da lekin bunda ham bo'lmasa kerak lekin. Shunaqa. CapCut'niki ham bir 100 mingcha bo'lsa kerak. Xolos 280 ming 1 oylik rasxodingiz bo'lyapti. Bir 2 marta, 3 marta abet qilsangiz yo'q ketadigan pulda masalan. Shunaqa. Obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying. Kommentlar yozing. Savollar bo'lsa bering. Telegram kanalimizda ham bersanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz bor. Videoni opsiyasida qoldiraman. Mana bunaqa deb yozsanglar chiqadi. O'zi. Shunaqa deb yozsanglar chiqadi. Telegram kanalimiz, guruhi ham bor. Maza qilib suhbatlashsak bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r narsani o'ylayapman. Mana bu bizning shaxsiy brend faoliyatimiz o'zimniki. 27-apreldan boshlandi. 1 oylik challenge qilib yuborishni ham nima qilyapman, nima desa bo'ladi. Reja qilyapman. 100 mingta obunachi. Sizlarning reaksiyalarga qarab bosing desanglar bosaman, faqat duoinglar kerak, qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladimi? Bo'ladi, xudo xolasa. 100 mingta obunachi bo'lgan kunimizda xudo xolasa suyunchisiga zo'r suyunchi mendan xudo xolasa sizlarga qo'llab turinglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hali zo'r bilimlar, qimmatli bilimlarni bepullari xudo xolasa oldinda. Salomat bo'linglar.